Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va abituriyentlar. 2026-yil 16-iyul kuni tushgan majburiy matematika sonli yechimini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosishni va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, dastlab bizda birinchi misol. 24 ning barcha natural bo'luvchilari yig'indisini toping deb so'ralmoqda. 24 soni biz uchun demak 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga, 8 ga, 12 ga va 24 ga bo'linar ekan. Demak, bularni qo'shib chiqadigan bo'lsak, jami yig'indimiz 60 ga tengligi hosil bo'ladi. Bu ijodda keltirilgan. Ikkinchi misolda ham xuddi shunday. 42 sonning barcha natural bo'luvchilari yig'indisi. 42 biz uchun 1, 2 ga, 3 ga, 6 ga, 7, 14, 21 va 42 ga bo'linadi. Demak, bularning yig'indisini qo'shadigan bo'lsak, jami biz uchun 96 lik hosil bo'lar ekan. Bu ijodda keltirilgan. Uchinchi misolda demak, bizdan barcha raqamlar faqat bir marta foydalanib tuzilgan eng kichik 10 xonali sonning minglar xonasidagi raqamni toping deb so'ralmoqda. Demak, bizda raqamlarimiz 0 dan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, jami 10 ta raqamimiz bor. Ya'ni 9 gacha. Endi bu yerdan 0 dan boshlanadigan demak, sonimiz yo'q bo'lganligi uchun 10 xonali birdan boshlaymiz. Ya'ni 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endi minglar xonasidagi son biz uchun 6 ga teng bo'lar ekan. Bu bejobda keltirilgan. Xuddi shunday demak, 4-misolda ham bizdan barcha raqamlardan bir marta foydalanib, eng kichik 10 xonali sonning yuzlar xonasidagi sonni toping deb so'ralmoqda. Demak, shu sonni yozib oladigan bo'lsak, demak, yuzlar xonasidagi son biz uchun 7 ligi hosil bo'lar ekan. Bu C javobda berilgan. 5-misolimizda mahsulotning boshlang'ich qiymati dastlab 10% ga oshirildi, so'ngra hosil bo'lgan yangi qiymat yana 10% ga kamaytirildi. Mahsulotning yakuniy narxi uning dastlabki narxiga nisbatan necha foizga o'zgarganini aniqlang deb so'ralmoqda. Ko'pchilik abituriyentlar aynan shu joyda xato qiladi. Ya'ni 10% ga oshirilib 10% ga kamaytirilsa, demak natija o'zgarmaydi deb o'ylaydi, lekin aslida unday emas. Demak, mahsulotimiz dastlab 100% bo'ladi har doim. Demak, uni 10% ga oshiradigan bo'lsak, mahsulot 110% bo'ladi. Endi keyingi mahsulotimiz, ya'ni 100%imiz 10% ga kamayadigan bo'lsa, demak bu biz uchun 90% ga hosil bo'ladi. Endi mana shuni biz kasr holatda yozadigan bo'lsak, mana buni 1 holatda, mana buni esa 0.9 holatda yozib olamiz. Endi ikkovini ko'paytiramiz, ya'ni 1.1 ko'paygan 0.9. Bu bizga 0.99 beradi. Bu biz uchun demak 99% ni berar ekan. Ya'ni foiz holatda. Endi bu 100% deb hisoblaydigan bo'lsak, 100% dan demak 1% kam. Demak bu 1% ga kamaygan ekanligi bilinadi. Keyingi 6-misolimizda 24 taqsim 100 bo'lingan, demak 4 taqsim 10 holatda yozib olamiz. Birinchi kasrni o'zini yozib olib, ikkinchisini demak teskari holatda ko'paytiradigan bo'lsak, nollarni qisqartiramiz, u bilan buni qisqartirsak, demak 6 dan 6 taqsim 10 bu biz uchun 0.6 ni berar ekan. C javobda berilgan. 7-misolda demak hisoblang deb so'ralmoqda. Bu yerda ham 18 taqsim 100 holatda yozib olsak bo'ladi. Bo'lingan 6 taqsim 10. Bu yerda ham xuddi shunday 18 taqsim 100 ko'paygan. Demak 10 taqsim 6 holatda. Nollarni qisqartirib yuborsak, bu bilan bu ketsa 3 tadan, natijamiz esa 3 taqsim 10 yoki 0.3 ekanligi kelar ekan. Bu javobda berilgan. 8-misolimizda demak A qo'shilgan B qo'shilgan C biz uchun 132 ga teng bo'lsa, ushbu ifodaning qiymatini toping deb so'ralmoqda. Demak, qavslarni ochib olsak, ya'ni A plus 2 ta B, B plus 2 ta C, 2 ta A plus C. Natijada A ga demak 2 tani qo'shadigan bo'lsak 3 ta plus 2 ta B ga B ni qo'shsak 3 ta B, 2 ta C ga C ni qo'shsak, demak 3 ta C hosil bo'ladi. Natijada 3 ni qavsdan tashqariga olib chiqib yuborsak, A qo'shilgan B qo'shilgan C. Demak bu 3 ko'paygan 132 ni berar ekan. Natijamiz demak bizda 396 lik kelib chiqadi. Bu
de javobda berilgan. 9-misolimiz ham xuddi shunday. Ya'ni A qo'shilgan B qo'shilgan C 144 bo'lib qolsa, demak mana bularni ochib chiqadigan bo'lsak, yana 3 ta A qo'shilgan B qo'shilgan C hosil bo'ladi. Natijada 3 ni ko'paytiramiz 144 ga. Natija 430. Ikkiligi kelar ekan, bu B javobda berilgan. Endi 10-misolimiz. Arqon o'zaro 2, 3, 5 nisbatda 3 ta qismga ajratilgan. Agar eng uzun bo'lak eng qisqa bo'lakdan 80 santimetr uzun bo'lsa, eng kichik arqon bo'lakning uzunligi necha santimetr deb so'ralmoqda. Demak, arqonlarimizni 2, 3 va 5 nisbatda deganligi uchun buni 2x, 3x va 5x nisbatda yoza olamiz shunaqa holatda. Endi eng kichik arqon 2x, eng uzuni demak 5x. Demak, nima qilamiz? Shu yerdan 5 ta x dan ayiramiz. 4 ta x natijada 4 metr. Demak 80 santimetr. Bu bizga beradi 480 santimetrni. Natijada 3x hosil bo'ladi. Bu 480 bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymati biz uchun 160 santimetrlik keladi. Endi bizdan eng kichik arqon uzunligini top deyapti. Eng kichik arqon biz uchun 2x edi. 160 ni 2 ga ko'paytirsak 320 santimetrligi kelar ekan. Bu C javobda berilgan. 11-misolimiz umumiy uzunligi 69 santimetr bo'lgan arqonlar 5, 7, 11 proporsional nisbatda 3 ta qismga ajratilgan. Hosil bo'lgan bo'lakning eng qisqasini toping deb so'ralmoqda. Endi bu yerda ham nisbatimizni 5x, 7x, 11x holatda yozib olamizda, shularni qo'shib chiqadigan bo'lsak, natijamiz 69 santimetrlik hosil bo'ladi. Natijada 23 ta ximiz 69 ga teng bo'lib, 23 ga bo'lib yuborsak, x ning qiymati 3 ligi hosil bo'ladi. Endi bizdan eng qisqa arqonni so'rayapti. Eng qisqa arqon 5x edi. Shuning uchun ko'paytirib qo'yamiz 5 ni 3 ga. Natija 15 santimetrligi kelar ekan. Demak, bu yerda demak adashilib ketilgan. Adashmasam, bizdan eng kichik arqon uzunligi 15 santimetrligi hosil bo'lar ekan. Javoblar orasida demak 15 yo'q. Keyingi 12-misolimiz qavariq to'rtburchakning ikkita burchagi to'g'ri burchak, 3-burchagi esa 70 gradusga teng. Ushbu to'rtburchakning 4-burchagini toping deb so'ralmoqda. Demak, biz bilamiz, qavariq to'rtburchakning ichki burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng. Ikkita burchagi 90 bo'lar ekan, ya'ni to'g'ri burchakligi deganlik uchun 90 deb olamiz. 3-burchagini 70 gradus deyapti va oxirgi 4-burchakni x deb bo'lsak qo'shamiz. Demak, natijamiz 360 bo'lishi kerak. Demak, 3 ta burchagimiz qo'shsak 250 gradus. Qo'shilgan x teng 360. Demak, 250 ni ayirsak 360 dan x burchagimizning qiymati 110 gradusligi kelar ekan. Bu javobda berilgan. 13-misol parallelogramning katta tomoni kichik tomonidan 2 santimetrga uzun. Agar ushbu parallelogramning perimetri 32 santimetr etsa, uning katta tomonini toping deb so'ralmoqda. Demak, bu yerda ham parallelogram chizib olsak, demak, quyidagi holatda. Demak, kichik tomondan 2 santimetr uzun. Mana buni x deydigan bo'lsak, mana bu biz uchun x plus 2, bu ham x, demak, bu ham x plus 2 ligi hosil bo'ladi. Endi 4 ta tomonni qo'shadigan bo'lsak, biz uchun 32 hosil bo'lishi kerak. Bu yerda x plus 2 ni qo'shib 2 ga ko'paytirsak, natija 32 ga teng. 2 ga bo'lib yuborsak, 2 ta x plus 2 miz 16 ligi. Bu yerdan x topadigan bo'lsak, demak, x ning qiymati 7 ligi hosil bo'ladi. Endi bizdan katta tomon uzunligini toping deb so'ralganda, katta tomon uzunligi x plus 2 bo'lganligi uchun uzunligimiz 9 ga tengligi hosil bo'ladi. 14-misolga yetib keldik. Hajmi 50 metr kub bo'lgan benzin sig'imi 20 litrdan bo'lgan idishlarga to'liq quyib chiqildi. Ushbu hajmdagi benzinning taqsimlash uchun jami nechta idish talab etish lozim deb so'ralmoqda. Endi bu yerdan 1 detsimetr kubimiz biz uchun 1 litr ekanligidan 1 metr kubimiz biz uchun 1000 litrligi kelib chiqadi.
Endi 50 metr kubimiz 50 metr kub biz uchun 50.000 litrni berar ekan. Ana shuni demak bo'lib chiqamiz 20 litrga, natijada 2500 ta demak bizga idish kerak bo'lar ekan. To'liq bu javobda berilgan. Beshburchakli prizmaning jami nechta yoqqa ega deb so'ralmoqda. Endi bu yerda beshburchak chizadigan bo'lsak, quyidagi holatda bo'ladi. Endi yoqlar soni biz uchun har doim demak n plus 1 bilan topiladi. Endi bu n biz uchun asos tomonlar soni. Demak asosimiz 5 burchak bo'lgandan keyin demak yoqlar soni 5 qo'shilgan 1. Bu bizga 6 taligini berar ekan. Bu javobda berilgan.